Hey! Yema o'sha do'kani. A pissa shu o'lgur ya. Hamma yeyapti-yu, dada. O'zi hozir ayron ichdi. Do'chadan keyin hojatxonaga admin bo'lasan. Dada, ana mashinangizni mindim-da. Ne streshga chiqib qopman. Ne mashina dish bam pishdi mashina. Sen bola yomon zarar ko'randa bo'lsanda. Mashina qani? Metallonga topshirib yubordim. Asablaringiz joyiga kelgandan keyin kelaman. Dada benzinga o'tiribman, benzinga. Benzin to'kilib ketgan ekan. Maytaqqa kiyadigan shuni. Shu bola oxiri o'liksa qo'yaveraman-da. Molxonada benzin bor. Dada hojatga kirib, yigitni bitta yaqinladim. Haligi benzin bor edi-yu, yo'li ketib qoldi. Zarar ko'randa jonimga tegding. Bor yo'qol. Odam bo'lganingda qaytib kelasan, mol. Men sizga hali ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa odam bo'lib kelishimni ko'rasiz, vaqt ko'rsatadi. 10 ta qo'y yonib ketdi. Dalada deb o'ylayapti. Kimi? Pajarniydan keldik. Molxonangizga yonayotgan ekan. Yo'qol. Tushuntirish xati yozib bersam bo'lmaydimi, dada? Molxonangizda gaz balloni ham bormidi? Fukku ting 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 ting. Dada, men sizni 300 ming dollardan asrab qoldim. Zarar ko'randa yana nimani boshlading? 120 da mashinangizda kelyapti turdim. Svetoforda BMW turgan ekan 300 ming dollarlik. Shunda o'nga o'rdim. Voy, mana desa o'g'lim. Urmadim. Malibuga borib soldim. Yo, dada, yangilik bor. Nima yangilik? Promes rishon bo'lib ketdi. Cristiano! Ha, zarar ko'randa. Sorry, dada. Inglizchada sorry bo'ladi. Penalti a favore Real Madrid. Nima bu? Dada, suv quyaman deb superkile quyib yuboribman. Dada, mana nima? Yangi xaladelni oldim, ro'zg'orga deb. Shuni oldi o'ralashmang, iltimos, qoch oyoqqa. Dada, internetda ko'rganman. Bularchi konkurs o'tkazishyapti. Bitta xaladelni sotib olsangiz, ichidan bunday stiker chiqadi. Bunday o'chirsangiz kod chiqadi. Kodini Telegramga o'tib, ro'yxatdan o'tib olsangiz, ikkita Damas yutib olishingiz mumkin. Bitta Cobalt, bitta Onyx ki har oychi rasa ko'p xaladelliklar o'ynashyapti. Siz ham mashinalardan bittasini yutib olasiz. Dada, Valnadagilarga ayting, yana bitta xaladellik bersin. Dada, mashinangizni sotsa nech pulga ketadi? Ha, 30 ming dollarga ketadi o'g'lim. Bir urib 3 mingga ham ketmaydigan qilib qo'ydi. Ha, zarar ko'randa sen meni qo'lga o'ran qilasanmi? Evet, kitebre. O'la qo'rqtording-a. Dada, jo'jalarga suv beraman deb benzin berib qo'yibman. Xudo chiqib tinchlik bo'lsin-da. O'z zarar ko'randa jo'jalarga nima bo'ldi keyin? Dada, jo'jalaringiz benzin ichgandan keyin qisa anomal issiqda reaksiyaga kirishib, olov purkayapti. Drakon bo'lib qoldi jo'jalaringiz. Bu zarar ko'randa jonimdan jah to'ydirdi. O'lishga qo'ysan ish pul ketarkin-a. Kattalardan hech kim yo'q ekan, mitdan kelish shekilli. Kim bor, qarab boringlar. Dada, gazdan kelishdi. Keling. Yaxshimiz. Dada, meni to'kurdi. Ha, zarar ko'randa yana nimani boshlading? Yangi olgan elektromobilingizni transformatorda zaryad qilaman degandim. Transformator portlab ketdi. Elektromobilingiz ham bang portlab ketdi. Keyin hali urushtirib yurgan dakan xo'rangiz bor-ku, uni ham to'kurdi. Jonimga chiqib ketding sen zarar ko'randa. Yo'qol.